Bugun hayotimizda eng ko'p uchraydigan savolga bir javob bermoqchiman. 5 yildan beri psixologlarda o'qib, vaqtini o'tkazgan. Bu narsa hatto oilalarning ajrimiga olib keladi. Psixiatr kim, psixoterapevt kim, psixolog kim degan savollarga javob berib o'tsak. Assalomu alaykum azizlar. Bugundan boshlab demak YouTube tarmog'ida ham ruhiy salomatlikka oid ma'lumotlarni berib borishga qaror qildim. Men doktor Gavhar Darvish, 20 yillik tajribaga ega mutaxassisman. Tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, psixiatr, bolalar psixiatri, psixoterapevt hamda narkolog bo'lib faoliyatimni yuritganman. Bugungi kungacha 20 mingdan ortiq bemorlar bilan ishlab, ularning ruhiy salomatligini yaxshilashga yordam bergan mutaxassis hisoblanaman. Bugun hayotimizda eng ko'p uchraydigan savolga bir javob bermoqchiman. Chunki xalqimiz orasida juda ham ko'p shunaqa fikrlar bor. Psixiatrga faqat jinnilar boradi yoki psixiatrga borish uchun inson to'liq ruhiy salomatligini yo'qotishi kerak degan fikrlar bor. Keling, bugun psixiatr kim, psixoterapevt kim, psixolog kim degan savollarga javob berib o'tsak. Psixiatr bu oliy tibbiy ma'lumotga ega mutaxassis shifokor hisoblanadi. U tibbiyot instituti yoki tibbiyot akademiyasida bir necha yil bakalavr darajasiga o'qigan bo'ladi va undan keyin magistraturada psixiatriya yoki psixoterapiya yoki narkologiya sohalarida yana ham tor mutaxassislik bo'yicha o'qiydi. Demak, psixiatr ruhiyatida muammosi bor insonlar bilan ishlab, ularni ham dorilar yordamida, ham psixoterapiya, ya'ni so'zlar yordamida davolaydi. Psixoterapevt albatta bazaviy ilmi psixiatr bo'lgan mutaxassis hisoblanadi. Bakalavr 7 yil, 3 yil magistraturadan keyin yana malaka oshirish institutida, demak, psixoterapiya bo'yicha keyingi mutaxassislikni oladi. Demak, bu ham vrach. Psixoterapevt dorilar bilan emas, aynan psixoterapiya usullarini qo'llagan holda davolaydi. Agar psixoterapevt ham psixiatr bo'lsa, u bemalol dorilarni ham qo'llashi mumkin. Uchinchi mutaxassis bu psixolog. Yuqoridagi ikkita mutaxassis bular demak shifokorlar. Ular ruhiy sog'lom va ruhiy nosog'lom insonlarni bir-biridan ajratib beradi. Psixolog esa u asosan pedagogik yo'nalishda o'qigan mutaxassis bo'lib, oila bilan, bola bilan yoki o'sha o'smirlar bilan, sport psixologiyasi va hokazo yo'nalishlari ko'p, o'sha bo'yicha tayyorlangan maxsus pedagog mutaxassis hisoblanadi. Demak, ular ruhiy sog'lom insonlar bilan ishlaydi. Mana shu yerda xalqimizda bir anglashilmovchilik bo'lyaptiki, ko'pincha ruhiy nosog'lom insonlar psixolog qabulida qolib ketyapti va yillar davomida o'zidagi ruhiy kasalliklarni aniqlay olmasdan hayot sifati pasayib, o'zini baxtsiz his qilib, u psixologdan bu psixologga borib, yana yillar davomida har xil kurslarda o'qib, vaqt yo'qotib qo'yapti. Shuning uchun har doim ruhiyatingizda muammo bormi? Albatta, o'zingizni bir marta psixiatr yoki psixoterapevtga tekshirtirishni tavsiya qilaman. Demak, psixiatr va psixoterapevt bular shifokor. Ruhiy salomatligingizni birinchi shifokorga tekshirtirib oling. Agar sizda muammo bo'ladigan bo'lsa, shifokor sizga aytadi, sizda mana bu kasallik bor, uni mana bunday davolash kerak. Psixologga borsangiz, o'zingizdagi muammolaringiz bilan, u shifokor bo'lmaganligi uchun sizdagi belgilar kasallik belgilari ekanligini bila olmasligi mumkin. Shuning uchun psixolog sog'lom insonlar bilan, masalan, bitta ikkita muammo bo'lganda, deylik, stressni boshqarishdagi muammolar, deylik, o'sha sportsmenlarda, sportchilarda musobaqaga tayyorgarlik yuzasidan yoki oilaviy nizolarni bartaraf qilishda yordam beradi. Lekin mana shu uchala sanab o'tgan vaziyatimda ham tagida ruhiy kasallik yotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yillar davomida ruhiyatingizda muammo bo'lyaptimi? O'zingizni ichingizda bo'shliq his qilyapsizmi? Hamma narsangiz yaxshi, lekin ichingizda nimadir bor, qiynalyapsiz yoki hamma yog'ingiz to'la to'kis, noshukurga o'xshab tuyulasiz. Insonlar atrofingizga aytishi mumkin, nimadan noshukursan, nimadan qiynalyapsan, hamma narsang bor-ku, shukur qilmaysanmi degan so'zlarni ko'p gapirishadi bizning bemorlarga. Mana shu yuqorida sanab o'tgan belgilar o'zingizda bormi? Albatta psixiatrga bir marta tekshiruvga borishingizni tavsiya etaman. Psixiatr faqat jinnilarni davolamaydi, balki sizda ruhiy sog'lommisiz, ruhiy nosog'lommisiz, ruhiy sog'lig'ingizni yaxshilash uchun yana nimalar qilishingiz kerak, mana shular bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalarni beradigan mutaxassis hisoblanadi. Demak, ruhiy salomatligingizni yaxshi mutaxassislar qo'liga topshirishingizni tavsiya qilaman. Qabulimga bir ayol kelgan edi, yoshlari shu 30 lardan oshgan ayol. Psixologlarda 5 yildan beri turli kurslarda o'qib, o'zini ruhiy holatini yaxshilash bo'yicha qayta-qayta seanslar, qayta-qayta konsultatsiyalar olgan. Va oxiri shunaqa xulosaga kelganki, o'zi
manda nimagadir natija bo'lmayapti, nimagadir kursdoshlarimda natija bor, manda yo'q. Demak, mani ruhiyatimda qandaydir muammo bor degan fikr bilan mani qabulimga keldi. Qabulda tekshirdim, tushuntirdim, ruhiy holatini tekshirib berdim. U ayolda depressiya chiqdi. Ya'ni depressiyaga uchragan ayol 5 yildan beri psixologlarda o'qib, vaqtini o'tkazgan. Shunaqa paytda men haligi ayolga aytgim keldida, odam 4 yilda bitta bakalavr tugatadi. Masalan, agar psixologiya sohasiga kirgan bo'lganlarida ham 4 yilda bitta mutaxassislikka ega bo'lib chiqqan bo'lardi. 5 yilda nimalar o'rgandingiz, nimalarni o'rgana oldingiz, nimalarni tatbiq qila oldingiz desam, deyarli natija yo'q. Mana shunaqa paytda ko'pincha bizni o'sha depressiya kasalligimiz insonlarni qiynayotgan bo'ladi. Depressiyada nima bo'ladi? Insonning hayot sifati pasayadi, kayfiyati pasayadi, xotira diqqat pasayadi. Xotira diqqat pasaygandan keyin yangi informatsiyalarni ola olmaydi. Informatsiyalar miyada qolmaydi. Olgan ilmlariga amal qila olmaydi. Borgan sari hayotga qiziqish pasayib boraveradi. Borgan sari befarqlik, o'zini farzandlariga bemehr bo'lib qoladi. Er-xotin orasidagi munosabatlar dars ketadi. Ayol kishida depressiya bo'lsa, uni o'sha libidosi pasayib ketadi. Erkak kishida bo'lsa, potensiya pasayib ketadi va bu narsa hatto oilalarning ajrimiga olib keladi. Shuning uchun aziz ayollar, aziz erkaklar va bolajonlarimiz ruhiy salomatligini albatta 1 yilda 1 marta xuddi stomatologga, ginekologga, terapevtga, lorga borganingiz kabi psixolog emas, psixiatrga ruhiy salomatligingizni tekshirtirishni tavsiya etaman. Chunki hozirgi 21-asr globallashuv zamoni, texnika asri, ma'lumot ko'p, ulgurmayapmiz, ko'p narsaga ulgurmaydi. Bu insonda stress holatini keltirib chiqaradi va stresslar qayta bo'lganda bu insonni nevrotik shaxsga yoki agar yosh bola bo'lsa, psixopat shaxsga yoki depressiyaga yoki nevrozga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ruhiy salomatlik bizni hayot sifatimizni belgilab beradigan eng birinchi omil bo'ladi. Tanangiz sog' bo'lishi mumkin, lekin ruhiyatda muammo bo'lsa, siz hayotdan lazzatlanib yashamaysiz. Agar tana kasal bo'lsa, ruhiyat sog'lom bo'lsa, inson qo'l oyog'i yo'q bo'lsa ham katta muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin, hayotda baxtli bo'lishi mumkin, o'zini taqdiridan rozi bo'lishi mumkin. Mana shu rozilik yo'qmi? Hayotdan lazzatlanish yo'qmi? Yaqinlaridan har kungi hayotiy kundalik holatlardan lazzatlanish, rohatlanish, qoniqish hissi yo'qmi? Albatta psixiatrga 1 marta yoki psixoterapevtga borib ruhiy holatingizni tekshirtirib olishni tavsiya qilaman.